Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni gaplashaman. Pensiya reformasi va har bir kishiga minimal pensiya 6 million so'm bo'lishi haqidagi masala. Bu mavzu faqat bugun pensiyada yurgan ota-onalarimizga emas, ertaga pensiyaga chiqadigan har birimizga tegishli. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, agar sizning ish stajingiz bor yoki yo'q bo'lsa, agar siz norasmiy ishlagan bo'lsangiz, agar ota-onangiz pensiya olayotgan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Avval pensiya tizimi qanday ishlagan, endi nimalar o'zgarishi mumkin yoki o'zgarayotgan bo'lsa, kimlar yutadi? Kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? 6 million so'm minimal pensiya degani amalda nimani anglatadi? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi va eng muhimi, siz bugundan boshlab nima qilishingiz kerak? Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'ling. Like bosib qo'ying. Chunki bu kabi moliyaviy va ijtimoiy masalalarni men oddiy xalq tushunadigan tilda tahlil qilib beraman. Men ko'p yillardan beri pensiya masalasida odamlar duch kelayotgan asosiy muammolarni ko'raman. Eng katta muammo shuki, inson 30 yil, 35 yil, hatto 40 yil ishlaydi, lekin pensiyaga chiqqanda oladigan summasi kundalik ehtiyojlarni bemalol qoplashga yetmaydi. Dori-darmon, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat, kiyim-kechak, nevaralarga yordam, shifokorga borish, bularning hammasi xarajat. Pensiya esa ko'pincha faqat eng zarur narsalargagina yetadi. Oldingi tizimda pensiya miqdori asosan ish staji, rasmiy oylik, sug'urta badallari va hujjatlar to'g'ri yuritilmaganiga bog'liq bo'lgan. Masalan, bir kishi butun umr qurilishda ishlagan, lekin ko'p yillar norasmiy ishlagan bo'lsa, uning real mehnati bor. Ammo hujjatda ko'rinmasligi mumkin. Yana bir ayol 25 yil tikuvchilik qilgan, lekin uyda buyurtma olib ishlagan, soliq yoki pensiya jamg'armasiga to'lov qilmagan bo'lsa, pensiya hisoblashda bu yillar to'liq inobatga olinmasligi mumkin. Natijada odam o'zini adolatsizlikka uchragandek his qiladi. Men axir ishladim-ku, nega pensiyam kam degan savol tug'iladi. Endi minimal pensiya 6 million so'm bo'lishi haqidagi g'oya yoki reforma shuni anglatadiki, davlat pensiya tizimida eng past darajani ko'tarish orqali odamlarning qarilikdagi minimal yashash kafolatini kuchaytirmoqchi. Lekin men bu yerda bir narsani aniq aytaman. Har qanday reforma faqat sarlavha bilan baholanmaydi. Eng muhim savollar bor. 6 million so'm kimlarga beriladi? Bu hamma pensionerlargami yoki faqat ma'lum shartlarni bajarganlargami? Ish staji bo'lmaganlarga ham to'liq beriladimi? Nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi, yoshga doir pensiya barchasi bir xil bo'ladimi? Inflyatsiya hisobga olinadimi? Pul qayerdan moliyalashtiriladi? Mana shu savollarni tushunmasdan xulosa chiqarish noto'g'ri bo'ladi. Birinchi navbatda men minimal pensiya deganda nimani tushunish kerakligini tushuntiraman. Minimal pensiya bu pensiya tizimida belgilangan eng past kafolatlangan summa, ya'ni fuqaro pensiya olish huquqiga ega bo'lsa, uning hisoblangan pensiyasi belgilangan eng past miqdordan kam bo'lmasligi kerak. Agar hisob-kitob bo'yicha 2 million chiqsa, lekin yangi tartibda minimal pensiya 6 million bo'lsa, davlat uni 6 milliongacha yetkazib beradi. Lekin bu faqat huquqiy shartlar bajarilgan taqdirdagina bo'lishi mumkin. Masalan, birinchi holatni olaylik. Akmal aka 63 yoshga kirgan, 32 yil rasmiy ishlagan, oyliklari vaqtida hujjatlashtirilgan, mehnat daftarchasi bor. Ish beruvchilari sug'urta badallarini to'lagan. Oldin uning pensiyasi 3 million 800 ming so'm bo'lishi mumkin edi. Agar minimal pensiya 6 million so'm darajada kafolatlansa, Akmal aka pensiyasi kamida 6 million so'm bo'lishini kutish mumkin. Bu odam uchun katta farq. Chunki 3 million 800 ming bilan kommunal to'lovlar, oziq-ovqat va dori-darmonlar orasida tanlov qilish kerak bo'lardi. 6 million bo'lsa, hech bo'lmaganda eng asosiy ehtiyojlar ancha barqaror qoplanadi. Ikkinchi misol, Muhabbat opa olin yoshga chiqqan, lekin uning 12 yil rasmiy ish staji bor. Qolgan yillarda bolalarni tarbiyalagan, uyda tikuvchilik qilgan, ba'zan bozorda savdo qilgan, ammo rasmiy hujjat yo'q. Bunday holatda eng muhim savol, minimal pensiya olish uchun talab qilinadigan minimal staj qancha? Agar qonunda masalan, ma'lum ish staji bo'lishi kerak deyilsa, Muhabbat opa hujjatlarini to'liq tekshirtirishi lozim. Bolalarni parvarish qilish davrlari, ayrim ijtimoiy davrlar, harbiy xizmat, oliy ta'limning ayrim holatlari, mehnat daftarchasidagi yozuvlar pensiya hisobida rol o'ynashi mumkin. Demak, u menda staj kam deb qo'l siltab qo'ymasligi kerak. Har bir yilni hujjat bilan isbotlashga harakat qilish kerak. Uchinchi misol, Rustam aka 20 yil Rossiyada
Qozog'istonda yoki boshqa davlatda ishlagan bo'lishi mumkin. U yerda ishlagan yillari pensiyaga qo'shiladimi? Bu xalqaro shartnomalar, migratsiya davridagi rasmiy ish shartnomalari, ijtimoiy sug'urta to'lovlari va pensiya kelishuvlariga bog'liq. Men bunday odamlar ko'p xato qilishini ko'raman. Ular chet elda ishlaganman, demak stajim bor deb o'ylaydi. Lekin pensiya organi og'zaki gapga emas, hujjatga qaraydi. Shartnoma bormi? Ish haqi rasmiy o'tganmi? To'lovlar qilinganmi? Ish beruvchi ma'lumotnoma bera oladimi? Shu hujjatlar bo'lmasa, 20 yil ishlagan bo'lsa ham pensiya hisobida muammo chiqishi mumkin. 4-misol, Dilshod ismli 35 yoshli yigit bugun taksida yetkazib berish xizmatida yoki ustachilikda ishlayapti. U hali pensiyani o'ylamaydi. Lekin aynan bugun u eng katta xatoga yo'l qo'yishi mumkin. Agar daromadi bor, lekin rasmiylashtirilmagan bo'lsa, kelajakda pensiya hisobida bo'shliq paydo bo'ladi. Minimal pensiya 6 million bo'lishi ham uni avtomatik himoya qilmasligi mumkin. Chunki tizim odatda rasmiy mehnat va sug'urta tamoyiliga tayanadi. Shuning uchun men yosh tomoshabinlarga alohida aytaman. Pensiya bu faqat keksalar muammosi emas. Bu sizning bugungi hujjatlaringiz muammosi. Kimlar ko'proq xursand bo'lishi mumkin? Birinchidan, uzoq yillar rasmiy ishlagan, lekin oyligi past bo'lgan odamlar. Masalan, bog'cha tarbiyachisi, sanitarka, qorovul, farrosh, oddiy ishchi, qishloq xo'jaligi xodimi, kutubxonachi, kichik texnik xodimlar. Ularning ish staji bor, jamiyatga mehnati bor, lekin avvalgi oyliklari past bo'lgani uchun pensiyasi ham past chiqardi. Minimal pensiya 6 millionga ko'tarilsa, eng katta ijobiy ta'sir aynan shu qatlamga bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, yolg'iz yashaydigan pensionerlar uchun bu juda muhim. Chunki 2 nafar pensioner bir uyda yashasa, xarajatlar bo'linadi. Lekin yolg'iz kampir yoki yolg'iz chol uchun bir oylik kommunal to'lovi ham, dori ham, oziq-ovqat ham o'z zimmasida. 6 million so'm bunday odamga hech bo'lmaganda qarzga kirib qolmasdan yashash imkonini oshiradi. Uchinchi guruh, nogironligi bor fuqarolar va sog'lig'i sabab ishlash imkoniyati cheklangan odamlar. Lekin bu yerda pensiya va nafaqa turlarini aralashtirib yubormaslik kerak. Yoshga doir pensiya boshqa, nogironlik pensiyasi boshqa. Ijtimoiy nafaqa boshqa. Har birining sharti alohida. Agar reforma har bir kishiga minimal pensiya 6 million deb e'lon qilinsa ham, amaliy hujjatda qaysi toifa nazarda tutilgani juda muhim. Shuning uchun men doim rasmiy qaror matnini ko'rmasdan faqat sarlavaga ishonmang deyman. Kimlar xavotir olish kerak? Rasmiy staji kam bo'lganlar, hujjatlari yo'q bo'lganlar, mehnat daftarchasida xatolar borlar, ish beruvchisi yopilib ketganlar, ish haqi konvert olganlar, fermer xo'jaligida ishlagan, lekin hujjati yuritilmaganlar. Bunday odamlar uchun reforma foydali bo'lishi mumkin. Lekin ularning huquqini isbotlash jarayoni murakkab bo'ladi. Pensiya organi siz ishlagan ekansiz degan gapni emas, mana bu hujjat bilan tasdiqlangan degan faktni qabul qiladi. Endi istisnolar va yashirin nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala. Minimal pensiya 6 million so'm bo'lsa, hamma pensionerlar bir xil 6 million oladimi? Yo'q, tizim shunday bo'lishi ehtimoli katta emas. Minimal miqdor eng past kafolat bo'ladi. Kimning hisoblangan pensiyasi 7 million, 8 million yoki 10 million bo'lsa, u avvalgidek ko'proq olishi kerak. Aks holda uzoq yillar yuqori badal to'lagan odam bilan minimal stajga ega odam o'rtasida farq qolmaydi. Bu esa adolat tamoyiliga zid bo'ladi. Ikkinchi nozik masala inflyatsiya. Bugun 6 million so'm katta ko'rinishi mumkin, lekin narxlar oshsa, uning real qiymati kamayadi. Agar pensiya ko'tarilsa-yu, oziq-ovqat, dori, xizmatlar, kommunal to'lovlar ham tez oshsa, odamning hayoti kutilganidek yaxlanmasligi mumkin. Shuning uchun pensiya reformasi faqat summani oshirish emas, balki narxlar barqarorligi, byudjet intizomi, iqtisodiy o'sish va ish o'rinlarini rasmiylashtirish bilan birga yurishi kerak. Uchinchi masala, byudjetga yuklama. Men ekspert sifatida buni ham ochiq aytishim kerak. Minimal pensiyani 6 millionga oshirish juda katta mablag' talab qiladi. Davlat bu pulni qayerdan oladi? Soliqlar hisobidanmi, pensiya jamg'armasi tushumlari hisobidanmi, davlat byudjeti hisobidanmi, iqtisodiy o'sish hisobidanmi? Agar moliyaviy manba aniq bo'lmasa, qog'ozdagi chiroyli va'da amaliyotda qiyinchilikka duch keladi. Shuning uchun reforma barqaror bo'lishi uchun norasmiy bandlik kamayishi, ko'proq odam rasmiy ishlashi. Ish beruvchilar badallarni to'g'ri to'lashi kerak. 4-masala ijtimoiy adolat. Bir odam 4 yil rasmiy ishlagan, har oy badal to'lagan. Boshqa odam esa ishlagan, lekin rasmiy to'lov qilmagan yoki umuman ish staji juda kam. Agar ikkalasiga ham bir xil 6 million berilsa, birinchi odam
Unda men nega butun umr badal to'ladim deb savol beradi. Demak, reformada minimal kafolat bilan mehnatga yarasha mukofot o'rtasidagi balans juda muhim. Minimal pensiya odamni qashshoqlikdan himoya qiladi. Lekin yuqori staj va yuqori badal ham qo'shimcha pensiya bilan qadrlanishi kerak. 5-masala, hujjatdagi kichik xatolar katta muammoga aylanishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida ism bitta harf bilan boshqacha yozilgan. Korxona muhri noaniq, ishga kirgan va chiqqan sana noto'g'ri, arxida ma'lumot topilmaydi. Bular pensiya tayinlashda kechikish keltirib chiqaradi. Ba'zan odam mening hamma hujjatim joyida deb o'ylaydi. Lekin tekshiruvda 1995 yildagi ish joyi bo'yicha ma'lumot yetishmaydi. Shuning uchun pensiya yoshiga 5 yil qolganda emas, imkon qadar ertaroq hujjatlarni tartibga keltirish kerak. 6-nozik jat. Ayollar uchun bolalarni parvarish qilish davri. Ko'p ayollar mehnat faoliyatida tanaffus qilgan, chunki farzand tarbiyalagan. Bu davrlarning pensiya stajiga qanday qo'shilishi qonun bilan belgilanadi. Lekin odamlar ko'pincha tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlamaydi. Keyin pensiya organida familiyangiz oldin boshqa bo'lgan, buni tasdiqlang deyishadi. Shuning uchun ayollar uchun hujjatlar zanjiri ayniqsa muhim. 7-masala, norasmiy ishning oqibati. Ko'p odamlar oylikni qo'limga ko'proq olay, soliqsiz bo'lsa ham mayli deb o'ylaydi. Bugun bu foydali ko'rinadi. Lekin ertaga pensiya hisoblanganda rasmiy oylik kam ko'rsatilgani uchun pensiya ham kam chiqadi. Agar minimal pensiya 6 million bo'lsa ham barcha shartlarga tushmasangiz katta yo'qotish bo'lishi mumkin. Men har doim aytaman. Rasmiy ish haqi bu faqat bugungi oylik emas. Bu sizning kelajakdagi pensiya huquqingiz. 8-masala, pensiya olish uchun ariza berish vaqti. Ba'zi fuqarolar pensiya yoshiga yetgandan keyin kechikib murojaat qiladi. Ular baribir tayinlab berishadi deb o'ylaydi. Lekin ayrim to'lovlar ariza berilgan sana bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Kechiksangiz pulingizni vaqtida ola olmay qolasiz. Shuning uchun yoshga doir pensiya huquqi paydo bo'lishidan oldinroq tayyorgarlik ko'rish kerak. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, shaxsiy mehnat tarixingizni tekshiring. Qayerda ishlagansiz, qaysi yillarda ishlagansiz, hammasini qog'ozga yozib chiqing. 1990 yildan 1995 yilgacha qaysi korxonada ishladingiz? 1996 yildan 2003 yilgacha qayerda ishladingiz? Keyin qayerga o'tdingiz? Bularni alohida ro'yxat qiling. Odam yillarni unutadi, lekin pensiya hisobida har bir oy muhim bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Unda ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, buyruq raqami, muhr, imzo bor yo'qligini ko'ring. Agar yozuvlar noaniq bo'lsa, avvalgi ish joyingizga murojaat qiling. Korxona tugatilgan bo'lsa, arxidan ma'lumot so'rang. Har bir viloyat va tumanda arxiv tashkilotlari bor. Ba'zan bitta arxiv ma'lumotnomasi sizning bir necha yillik stajingizni saqlab qoladi. 3-qadam, shaxsiy ma'lumotlaringiz mosligini tekshiring. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, buni tasdiqlovchi hujjatlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Masalan, bir hujjatda o'g'loy, boshqasida o'g'loy deb yozilgan bo'lsa ham bu muammo tug'dirishi mumkin. Oldindan tuzatish osonroq, pensiya tayinlash kuni yugurib yurish qiyinroq. 4-qadam, rasmiy ish haqi va to'lovlaringizni tekshiring. Agar hozir ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingizdan siz bilan mehnat shartnomasi tuzilganmi? Oylik rasmiy ko'rsatilganmi? Soliq va ijtimoiy to'lovlar amalga oshyaptimi, shuni aniqlang. Hamma narsa joyida degan og'zaki gap bilan kifoyalanmang. Elektron tizimlar orqali o'zingizning ish stajingiz va to'lovlaringizni tekshirish imkoniyatlari bo'lsa, albatta foydalaning. 5-qadam, agar siz yakka tartibda ishlasangiz, o'zingizni rasmiylashtiring. Tikuvchi, usta, haydovchi, sotuvchi, repetitor, kosmetolog, dehqon, frilanser bo'lsangiz ham daromadingizni qonuniy yuritish yo'lini toping. Bugun biroz soliq to'lash og'ir ko'rinishi mumkin, lekin bu kelajakda pensiya huquqingizni mustahkamlaydi. Norasmiy daromad bugun qo'lingizga tushadi, lekin ertaga pensiya hisobida ko'rinmaydi. 6-qadam, ota-onangizning hujjatlarini tekshirib bering. Ko'p pensionerlar o'z huquqini bilmaydi. Ular menga shuncha chiqdi, demak shu ekan deb yuraveradi. Balki ularning stajida hisobga olinmagan yillar bordir. Balki hujjat yetishmagani uchun pensiya kam tayinlangandir. Balki qayta hisoblashga asos bordir. Ota-onangizning mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, mukofotlari, ish joylari bo'yicha hujjatlarni bir ko'rib chiqing. 7-qadam,
Pensiya organiga murojaat qilganda aniq savollar bering. Menga pensiya qancha chiqadi deb umumiy so'ramang. Mening falon yillardagi ish stajim hisobga olinganmi? Falon korxonadagi ish davrim bo'yicha ma'lumot bormi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qayta hisoblash uchun ariza yozsam bo'ladimi? Minimal pensiya bo'yicha qaysi shartlarga tushaman deb so'rang. Savol aniq bo'lsa, javob ham aniqroq bo'ladi. 8-qadam arizani yozma shaklida qoldiring. Og'zaki gap ko'pincha izsiz qoladi. Agar siz pensiyani qayta hisoblashni, stajni qo'shishni, hujjatni ko'rib chiqishni so'rasangiz, yozma ariza bering va qabul qilingani tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini oling. Keyin javobni kuting. Agar rad javobi bo'lsa, rad etish sababi yozma bo'lsin. Shunda siz keyingi bosqichda nima qilishni bilasiz. 9-qadam hujjatlarni nusxalab, alohida papkada saqlang. Pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, diplom, harbiy bilet, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar barchasi tartibli bo'lsin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odamda huquq bor, lekin hujjat yo'q. Hujjat yo'q bo'lsa, huquqni isbotlash juda qiyinlashadi. 10-qadam rasmiy axborotni kuzatib boring. Pensiya reformasi haqida ijtimoiy tarmoqlarda turli gaplar yuradi. Kimdir ertadan hamma 6 million oladi deydi. Kimdir faqat tanish bilish oladi deydi. Kimdir umuman noto'g'ri vahima tarqatadi. Siz rasmiy qaror, qonun, vazirlik yoki pensiya jamg'armasi axborotiga tayaning. Men ham ekspert sifatida doim shuni tavsiya qilaman. Sarlavhaga emas. Hujjat matniga qarang. Endi 6 million so'mlik minimal pensiya oddiy oilaga qanday ta'sir qilishini tasavvur qilaylik. Masalan, bir pensioner oyga 2 million 500 ming so'm olgan bo'lsa, u odatda dori-darmon uchun 700 ming, oziq-ovqat uchun 1 million 500 ming, kommunal to'lovlar uchun 300-400 ming sarflaydi va deyarli hech narsa qolmaydi. Agar pensiya 6 million bo'lsa, u nafaqat eng arzon mahsulotni tanlashga majbur bo'lmaydi. Balki shifokorga vaqtida borishi, kerakli dorini to'liq olishi, uydagi kichik ta'mirni qilishi mumkin. Bu faqat pul masalasi emas, bu inson qadr-qimmati masalasi. Lekin yana bir tarafini ham ko'rish kerak. Agar pensionerlar daromadi oshsa, ichki bozorda iste'mol ham oshadi. Do'konlar, dorixonalar, xizmat ko'rsatish sohasi ko'proq pul aylantiradi. Bu iqtisodiyotga ijobiy ta'sir qilishi mumkin. Ammo agar ishlab chiqarish va taklif yetarli bo'lmasa, narxlar ham oshishi mumkin. Shuning uchun pensiya oshishi iqtisodiyotning boshqa yo'nalishlari bilan muvozanatda bo'lishi kerak. Men yana bir muhim masalaga to'xtalmoqchiman. Yoshlar davlat baribir minimal pensiya beradi deb beparvo bo'lmasligi kerak. Minimal pensiya bu xavfsizlik yo'stig'i, lekin yaxshi pensiya uchun rasmiy daromad, uzluksiz staj va shaxsiy moliyaviy intizom kerak. Agar siz bugun 25 yoki 30 yoshda bo'lsangiz, o'zingiz uchun 3 ta yo'nalishda ishlang. Rasmiy ish staji, qo'shimcha jamg'arma, sog'liqni saqlash. Chunki pensiya yoshi kelganda faqat davlat to'loviga qarab qolmaslik eng to'g'ri strategiya. Kimdir mening pensiyam 6 million bo'lsa ishlashni to'xtataman deb o'ylashi mumkin. Lekin pensiya tizimi ishlashni jazolamasligi kerak. Aksincha, inson xohlasa va sog'ligi ko'tarsa, mehnat qilish imkoniga ega bo'lishi kerak. Ishlayotgan pensionerlar masalasi ham alohida qoidalar bo'lishi mumkin. Pensiya to'liq to'lanadimi, qayta hisoblanadimi? Qo'shimcha staj qo'shiladimi? Bularni ham aniq bilish kerak. Agar siz pensiyada bo'lib ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz sizni rasmiylashtirganiga ishonch hosil qiling. Yana bir amaliy misol. Farhod aka 12 yoshda pensiyaga 1 yil qolgan. U 11 yil zavodda, 2 yil fermer xo'jaligida, 10 yil esa qurilishda ishlagan. Zavoddagi hujjatlar bor, fermer xo'jaligidagi yozuvlar chala, qurilishdagi ish esa norasmiy bo'lgan. Agar u hozir harakat qilmasa, pensiya tayinlash vaqtida faqat zavoddagi 5 yil aniq ko'rinadi. Qolgan yillar bo'yicha tortishuv bo'ladi. To'g'ri yo'l nima? U avval fermer xo'jaligi bo'yicha arxiv yoki xo'jalik hujjatlarini topishi, guvohnomalar, buyruqlar, ish haqi qaydnomalarini izlash kerak. Qurilishdagi norasmiy ish bo'yicha esa agar shartnoma, bank o'tkazmalari, soliq to'lovlari bo'lmasa, isbotlash qiyin bo'ladi. Mana shu sabab odamlar pensiya masalasini oxirgi o'yga qoldirmasligi kerak. Yana bir misol. Nargiza opa 8 yoshda umrining katta qismini maktabda ishlagan. U turmushga chiqqanda familiyasi o'zgargan. Keyin ajrashgandan keyin yana eski familiyasiga qaytgan. Mehnat daftarchasida bir familiya, diplomda boshqasi, pasportda 3-chisi bo'lishi mumkin. Agar u buni oldindan tartibga keltirmasa, pensiya tayinlashda vaqt ketadi. Demak, nikoh va ajrim hujjatlari
familiya o'zgarishi haqidagi davlatnomalar juda muhim. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, minimal pensiya 6 million so'm bo'lishi haqidagi reforma juda katta ijtimoiy ahamiyatga ega. Bu minglab, balki millionlab odamlarning hayot darajasiga ta'sir qilishi mumkin. Lekin hech kim faqat sarlavaga ishonib, endi hammasi avtomatik bo'ladi deb o'ylamasligi kerak. Pensiya huquqi hujjat staj, rasmiy daromad va qonundagi aniq shartlar bilan belgilanadi. Men sizga ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Bugunoq mehnat daftarchangizni tekshiring. Ish stajingizni hisoblang, yetishmayotgan hujjatlarni yig'ing, ota-onangizga yordam bering. Ish joyingiz rasmiy ekanini aniqlang va pensiya masalasini oxirgi kunga qoldirmang. 6 million so'm minimal pensiya haqiqatan kuchli himoya bo'lishi mumkin, lekin undan to'g'ri foydalanish uchun har bir fuqaro o'z huquqini bilishi kerak. Sizningcha minimal pensiya 6 million so'm bo'lishi adolatlimi? Bu summa bugungi narxlarda yetarlimi? Siz yoki ota-onangiz pensiya hisoblashda qanday muammolarga duch kelgansiz? Fikringizni kommentariyada yozing. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.